Assalomu alaykum. Mana bugun 13-sentyabr. Bizning ikkinchi operatsiyamiz. Hozir planni qilamiz. Bemorimiz 20 yosh, tashxisi L5S1 sohasida katta sekvestrlangan dischura. Mana bu yerda dischura katta sekvestrlangan, oqib ketgan. Ko'radigan bo'lsak, juda katta. Buni hozir biz endoskop usulida, biportal usulida to'liq tozalab olib tashlaymiz. Bugun rejalashtirilgan operatsiyamiz Makiyaj katta sekvestrlangan. Bemorimiz 20 yosh, tashxisi L5S1 sohasida katta sekvestrlangan dischura. Katta, juda ham katta hajmda. Tozalab olib tashlandi. Ortopedik rejimdan tushuntirib aytamiz. 1 oy davomida og'riqlar qilmay turadi. Ular to'liq bekilib, yopilib, chaniqlanib, yopishib ketadi. Mana shu operatsiyamiz yakunlandi.